أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13. para. Men özümni ağlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. Podshoh Yusufni oldimga ilib kelinglar. Uni o'zimning xos odamim qilaman dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda u: "Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchlik odamsan" dedi. Yusuf: "Meni Misr zaminining qazillarini boshqarishga qo'ygin. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman" dedi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandlarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Yusufning qarindoshlari kelib Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni to'ndi. Ular bo'lsa Yusufni to'nimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan keyin: "Sizlar mening oldimga ota bir hukmlarni, ya'ni Bunyaminni elib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar." Ular: "Biz uni otasidan so'rab, sening oldingga elib kelishga tirishimiz. Biz chuqum mushuni qilamiz" dedi. Yusuf xizmatchilariga: "Ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini yuk taqlarining orasiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin" dedi. Ular otasining yoniga qaytib borganda: "Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga evatgin. Shunda qilsang oshliq ola olamiz. Uni biz chuqum obdan muhofazat qilamiz" dedi. Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Allah yaxshi saqlag'uchidir, hammadan mehribondir." Ular yuklarini ochganda oshliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Ular: "Otamiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytarib berilibdi. Hukmimizni elib yana borsak, oilamizga oshliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'yga oshliqni ortiq olamiz. Bu, ya'ni bir to'yga oshliq podshoh uchun ozgina oshliqdir" dedi. Yaqub aytdi: "Bunyaminni qo'llash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, uni chuqum menga qaytirib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermagicha uni sizlar bilan birga avatmayman." Ular, ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub: "Bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir" dedi. U yana: "Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozdan kirmay, boshqa darvozlardan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dafiy qilolmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilguvchilar Allohga tavakkul qilsin" dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozlardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umiddan ifodalanadi, xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Ular, ya'ni Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ukisini quchoqladi va
mən həqiqətən sənin qeyrimdişin bolaman. Ularning bizga qilgan ishlardan qayg'urmag'in, dedi. Yusuf ularni ehtiyojli oshliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni uksining yuki ichiga silib qo'ydi. Ondan bir jakochi chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar", deb tovladi. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" dedi. Ular, "Podshoning tamg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'yga oshliq berildi. Men buningga kepil", dedi. Ular, "Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz", dedi. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, "Sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qada yukinglardan chiqib qolib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chu", dedi. Ular, "Uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz mushundoq jazo beramiz", dedi. Ular Yusufning ukisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. "Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qololmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targanda yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdan bilimdor zot bor. Ular agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deyishdi." Yusuf ularning bu so'zni ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida, "Sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi", dedi. Ular, "Ey olijanob zot, uningdan ayrilanmaydigan bir qiyr otisi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilg'uvchilardan hisoblaymiz", dedi. Yusuf, "Xudo saqlasin, narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa, biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz", dedi. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birsini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi, "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliklarni bilamsizlar. Otam menga ruxsat qilmagicha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmagicha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilguchidir. Sizlar qaytib ketib, otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otamiz, sening o'g'ling rostli o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chig'imizda uning o'g'irlik qilganligini bilmadik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan birga mangan karvondan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost." Yaqub aytdi, "Undaq emas. Nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamda qilib berishini Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir." Yaqub ulardan yuz o'rib, "Issit, Yusuf", dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan ochiqini ichiga yutgan edi. Ular, "Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qoladigan yoki halok bo'ladigan bo'lding", dedi. Yaqub aytdi, "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ey o'g'illarim, beringlar, Yusufni va uning ukisini izdanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar.
Şübhəsizki, faqat kafir qavmlar Allah'ın rahmetidan ümitsizlandi. Ular Yusufning qishiga kirganda, "Ey Oliyjanob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar, o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarli ochliq bergin, bizga sadaqa qilgin. Allah sadaqa qilguvchilarni haqiqatan mukofotlaydi" dedi. Yusuf, sizlar nodon vaqtinglarda Yusufga va uning ukisiga nimalar qilganliklarini bilamsizlar, dedi. Ular, "Sen rostli Yusufmi?" dedi. U, "Men Yusuf, bu mening enim. Allah bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi", dedi. Ular, "Allah'ning nomi bilan qasamki, Allah seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik", deyishdi. Yusuf aytdi, "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatli zotdir. Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, otamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ichiladi. Bütün oilanglardagilarni elib mening yenimga kelinglar." Karvon Misrdan Shamga qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom, "Men cho'qim Yusufning hidini eliyotman. Sizlar meni o'ljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda etdim", dedi. Ular, ya'ni Yaqubning nabirlari va yendiki kishilar, "Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen tag'i yanala runqi qo'yim qushing ekansan", dedi. Xo'sh xabarchi kelib, ko'nglakni Yaqubning yuziga tashladi. Uning ko'zi ochildi. Yaqub, "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim", dedi. Ular, "Ey otamiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat qilgin. Biz haqiqatan xatolashdik", deyishdi. Yaqub, "Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Allah gunohlarni haqiqatan mag'firat qilguchidir, bandalariga mehribondir", dedi. Ular Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ota-onasini quchoqladi va "Xudo xolisa Misrga omon esin kiringlar", dedi. Ota-onasini taxtida yendi o'tirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. Izohat: ularning odatida sajda qilish ibodat emas, hurmat hisoblanadi. U, "Ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. U tushimni Parvardigorim haqiqatan rostga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan, qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi. Parvardigorim xolig'inni ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Parvardigorim menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratuvchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petimcha qabzi ruh qilgin. Meni yaxshi bandlar qatorida qilgin", dedi. Mana bular, ya'ni Yusuf qissasi, bir qism g'ayb xabarlar bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Ular, ya'ni Yusufning qarindoshlari uningga qarshi chora tadbir tuzib, bir qarorga kelishganda, sen ularning yanida yo'q eding. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga yeris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Qur'onni tabliq qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lasi Allohga sherik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Alloh yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan birga butlarga cho'qinadi. Ular
Allah'ның azabıdan birər cəzanın özlərinə düşüşüdən yoki ular səsməsdən qiyomatның tuyuqsuz yetib kelişidən əmin boldumu? Aytqanki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarlarga chin tutmaguchilar, yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgarilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar. Hatto payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmidan qaytarilmaydi. Ularning qissasidan aql egalari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. Lekin u o'z ilgari nazil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Hamma narsani inchga bayon qilguchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Sura Ra'id Madinada nazil bo'lgan 43 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Mim, Ra. Bu kitap, ya'ni Qur'onning oyatlaridir. Qur'onda sana Parvardigoring tarafidan nazil qilingan narsalar haqdir. Lekin insonlarning to'lisi uningga, ya'ni Qur'onning Alloh tarafidan nazil bo'lganligiga ishonmaydi. Alloh osmonlarni to'riksiz barpo qildi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Ondan u arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Kun bilan oyni bandlarning manfaati uchun bo'ysundirdi. Ularning har bir muayyan muddatgacha, ya'ni dunyoning tugaydigan vaqtgacha sayr qiladi. Alloh o'z hikmati va qudrati bilan maxluqotning ishlarini boshqarib turadi. Sizlarni Parvardigoringlarga muloqot bo'lishga ishonsunda qudratining dalillarini tafsiliy bayon qiladi. Alloh yer yuzini uzunsiga va to'g'risiga so'zib kang yaratdi. Yer yuzida tog'larni va daryolarni yaratdi. Mevlarning har bir turini erkak, kishi ikki jinsli qilib yaratdi. Kechni kunduzga kirishtirdi. Ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzning yorug'ligini yapdi. Bularda tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Yer yuzida bir-biriga tutishang'u qit'alar bor va turli ziroatlar bor. Ko'p shoxli bo'lgan va ko'p shoxli bo'lmagan, bir urug'dan bir qancha tol unib chiqqan, bir urug'dan faqat bir tol unib chiqqan xurmo daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'urildi. Ularning ba'zisini ba'zidan tamda ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ey Muhammad, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning, ya'ni kuffarlarning biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdi degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ana shular Parvardigorni inkor qilganlardir. Qiyomat kuni ana shularning bo'yinlariga taqoqlar silindi. Ana shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qolguchilardir. Ular sendan Allohning ihsonidan ilgari azobning chapsarroq tushishini talab qiladi. Ulardan burun Allohning azobiga duchor bo'lgan ummatlar o'tgan. İnsanlar zulm qilsa-mu, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubisiz qattiq jazolaydi. Kuffarlar nemishqa uningga Parvardigori tarafidan biror mo'jiza hosil bo'lmadi deyishidi.
Sen faqat bir ogohlantiruvchi. Har qavmining bir hidoyat qilguvchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Mo'jizlarga kelsak, u Allohning ilkidagi ish. Har bir homildor ayolning qo'rsqidagini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umr uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachadonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'qinab ketganligini, ya'ni bolasining muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati eshib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Alloh maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sizlarning ichinglardan yoshirin so'z qilgan, oshkor so'z qilgan, kechasi yoshiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turadi. Har bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzko'rlik qilib, gunohlarga cho'mmagicha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat, hurmatni elib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egim bo'lmaydi. Alloh chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan qo'yiq bulutlarni paydo qiladi. Guldirmama Allohni madihlash bilan tasbih aytadi. Farishtalarmi Allohdan qo'rqib tasbih aytadi. Alloh chaqmoq tushirib, uning bilan o'zi xohlagan odamni halok qiladi. Ular Alloh to'g'risida datalash qilishadi. Allohning tadbiri kuchlidir. Haqiqiy qilingan duo Allohga qartiladi. Ya'ni ixlos bilan qilingan duoni Alloh ijobat qiladi. Kuffarlarning Allohni qo'yib duolarini qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qilmaydi. Ular, ya'ni kofirlar shundoq bir odamga o'xshaydiki, u og'zimga suv tushsin deb neridan 2 olqinni suvga qaratib ichib turdi. Amaliyotda suv anglamaydigan, his tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa suv hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kofirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. Osmonlardagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysundi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soylarimi bo'ysundi. Ey Muhammad, mushriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning, zaminning parvardigori kim degin. Ularning parvardigori Alloh degin. Ularga sizlar Allohni qo'yib, o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga sherik qilib oldinglarmi degin. Ko'r, ya'ni kofir bilan ko'zi ko'radigan odam, ya'ni mo'min barobar bo'lamdi. Yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular Alloh yaratganga o'xshash qandaqdir maxluqotlarni yaratgan ma'budlarni, butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allohning yaratgani bilan ma'budlarning yaratganini ayriy olmay qoldimi? Alloh hamma narsani yaratquchidir. Alloh birdir, hammaga g'olibdir. Alloh osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suvi jiliqlarda lapmalab oqdi. Kelkin suv o'zining ustida ko'piklarni laylatib oqdi. Kishilarning zinnat buyumlarining yoki asob yasash uchun o'tqa selib eritgan matallarning shuning o'xshash ko'pigi bor. Zahat, bu misaldagi suv bo'lsa ziminda qoladigan haqdan,
Köpük bo'lsa sabati yo'q botildan iborat. Ya'ni köpükmü xuddi kelgin suning köpükiga o'xshash foydasizdir. Allah haq bilan botilni bu misol bilan ana shunday bayon qiladi. Köpük bo'lsa iqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa zaminda qolib qoladi. Allah misollarni ana shunday bayon qiladi. Allahning iymonga qilgan da'vatini qabul qilganlarga eng obdan mukofot berildi. Qabul qilmaganlarning egidorchiligida yer yuzidagi butun mol-mulk, ya'ni shuningdek bir hassa keladigan mol-mulk bo'lgan taqdirdami, ular oxiratda Allohning azobidan qutulish uchun albatta uni fido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob elindi. Ularning boradigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana hosil qilingan narsaning haq ekanligini biladigan odam, haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allohning oyatlaridan faqat aql egilirlar pand nasihat oladi. Ular Allohning ahdiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi. Bergan va'dasini buzmaydi. Ular Allohning xish aqrabolarga sila rahim qilishdan iborat əmrini beja keltirdi. Allahdan qo'rqidi, qattiq hisob elinishidan qo'rqidi. Parvardigorining rostligini ko'zlab, yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shurun va oshkor yusunda sarf qilganlar va yaxshiligi orqali yomonlikni dafi qilganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa orqadan yaxshi ish qilganlar, yomonlik qiluvchilarga keng qursoq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'lganlar, ana shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. Ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kiradi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliklaringiz uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar, Allohning sizlar rahim qilishdan iborat amrni tutmaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ana shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. Allah o'zining hikmatiga asosan xohlagan odamning rizqini keng qiladi va xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Mushriklar dunyo tirikchiligiga xush bo'lib ketdi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozgina narsadir. Kuffarlar nemishqa uningga Parvardigoridan Musoning va Isoning mo'jizasidek biror mo'jiza kelmadi deydi. Ey Muhammad, ish Allohning ilkida, mening ilkimda emas. Alloh haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi. Tavba qilganlarni hidoyat qiladi degin. Tavba qilganlar iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar xushalliqqa, go'zal qarorgohga, ya'ni jannatga erishadi. Ey Muhammad, biz sana vahiy qilgan kitobni ularga o'qib berishing uchun sendan ilgari payg'ambarlarni avatgandek seni shundoq bir ummatga avatdikki, uningdan burun nurg'un ummatlar o'tgan. Halbuki ular, ya'ni mushriklar marhamatlik, Allohni inkor qilmoqda. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, u mening Parvardigorimdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Uningga tavakkul qildim va uning dargohiga qaytaman. Mubodo biror Qur'on, ya'ni kitob bo'lib, uni tilovat qilish bilan tog'lar yutkiladigan yoki yer yeriladigan va yoki o'liklar so'zlaydigan bo'lgan taqdirdami, ular cho'qim iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkidadir. Agar Alloh xolisa,
insonlarning hammasini jasman hidoyat qildiganligini mo'minlar bilmadimi? Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshgan qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Alloh va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. Sendan ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kofirlarga berilgan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoim qandoq ekan? Har bir kishining qilgan amalini kuzatib turguchi Alloh butlarga o'xshamdi. Ular butlarni Allohga sherik qildi. Ularga butlarning nomlarini atab beqinglar. Yer yuzida Alloh bilmaydigan narsalar bordek, sizlar ularni Allohga aytib beramsizlar. Yoki quruq gumon bilan ularni Allohning sheriklari deb atamsizlar degan. Balki kofirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan man'i qilindi. Alloh gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Oxiratning azobi texim qattiq bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlaguvchi bo'lmaydi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan o'z danglar eqib turadi. Uning mevalari tugamaydi. Hamisha soy tushib turadi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. Ey Muhammad, biz kitob, ya'ni Tavrat va Injil nozil qilganlar, ya'ni Abdullah ibn Salam va Najoshiga o'xshashlar sana nozil qilingan Qur'ondan shatlanadi. Sana qarshi ittifoq tuzganlarning orasida haqliqni bilib turib, gadankashlikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qilganlarmi bor? Ey Muhammad, men faqat yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka buyurildim. İnsanlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Allohning dargohiga qaytaman degan. Shuningdek, ya'ni o'tgangi payg'ambarlarga o'z tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida kishilar orasida chiqarishga hukm qilib nozil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, ya'ni ahli kitobning nafsi xohishlariga ergishib ketadigan bo'lsang, sana hech qanday yordam berguchi va seni Allohning azobidan saqlaguvchi bo'lmaydi. Biz sendan ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga xudullar va bolalar berdik. Har qanday payg'ambar Allohning iznisiz mo'jiza keltira olmaydi. Har bir vaqtning o'ziga munosib hukmi bo'ladi. Alloh ahkomlardan xolig'ini bekor qiladi. Xolig'ini o'z joyida qoldiradi. Lavhul mahfuz Allohning dargohidadir. Ularga biz va'da qilgan azobning ba'zini sana ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob berishdir. Ularning yerini cho'risidan taraytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning zaminini qadam-qadam parhi qilib islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'rmay o'tamdi. Alloh xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ular, ya'ni Quraysh kofirlaridan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlarga hiyla-mikr ishlatgan edi. Ularning hiyla-mikrini barbod qiladigan yo'shurun tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Alloh har bir kishining qilayotgan yaxshi-yomon amallarini bilib turadi. Kofirlar azobni ko'rganda kimning oxiratdagi yaxshi bo'lganligini biladi. Ey Muhammad, Makka kuffarlari, sen payg'ambar emassan deydi. Aytqinki, rostligimga sizlar bilan mening o'tiramda Allohning guvohligi va Allohning kitobini bildiganlar,
ya'ni ahli kitob o'limalaridan iymon etganlarning guvohligi yetarlikdir. Sura İbrahim Makkada nozil bo'lgan 52 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Ra. Bu Qur'on shunday kitobdirki, ey Muhammad, uni sana kishilarni Parvardigorining izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufridan yo'ruqlikqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy. Ular bu dunyoni oxiratdan ortiq ko'radi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Allohning yo'lining agri bo'lishini tilaydi. Ular haqdan yiroq bo'lgan gumrohlikdadir. Qandoqla bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliq qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkididir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Biz Musoni mo'jizlarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'ruqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda baloga sabr qilguchi, ne'matga shukr qilguchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Musa o'z vaqtida o'z qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Allah o'z vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaydi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinaq bor edi, dedi. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufrni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi, deb jaqoladi. Musa o'z qavmiga: agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir, dedi. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh, Ad, Samud qavmlarining va ulardan keyin kelgan sonini faqat Alloh biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizlar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning eg'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishqa haqiqatan zo'r gumondamiz, dedi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratuvchi Allohning birligida shak bormi? Allah gunohinglarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi, dedi. Ular: sizlar faqat bizga o'xshashli inson. Ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizni to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq vaqt ko'rsinglar, dedi. Payg'ambarlari ularga: biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz, lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday vaqt ko'rsatolmaymiz. Mo'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin, ya'ni hamma ishlarni Allohga topshirsin. Alloh bizni Allohni to'niydigan yo'llarimizga yetaklagan tursa, nimishqa Allohga tavakkul qilmayli? Bizga yetkazgan asiyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qilguvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin, dedi. Kofirlar payg'ambarlariga: sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz,
yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundoq vahiy qildi: zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa, shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turadi. Jahannamda u yerin aralash suv bilan sug'urildi. Uning ochiqligidan uni yutum ichib taslikda yutadi. O'lim uni qorshib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdek keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ldi. Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronli kunda shamol uchirib ketgan bir duva kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallar uchun ozroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolsa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratadi. Bu Allohga qiyin emas. Ular, ya'ni xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Ojizlari, ya'ni agash kuchalari mutakabbirlarga, ya'ni agashtirguchilarga: shubhasizki biz sizlarning agash kuchinglar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan ozroq dabiy qila olamsizlar, deydi. Ular: Alloh bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz mayli nola faryod qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q, deydi. Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatlar bilan do'zaxlar ayrilib bo'lganda, shayton: Alloh haqiqatan sizlarga itoat qiluvchini mukofotlash, osiylik qiluvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Shubhasizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorining izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom beradi. Allohning mundoq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi, yildizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan. Parvardigorining izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vas nasihat olsun deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi zamindan qo'mirib tashlangan, hech qanday qaror yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Alloh mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Alloh zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Alloh xalqini qiladi. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kiradi. U nima degan yomon joy?
Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Alloh nurg'un butlarni sherik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubsizki, sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Mo'min bandilarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yoshirun va oshkor yuzida sadaqa qilsin. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kiyimlarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'rgan narsalarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. Kofir odam shak shubasizki zulm qiluvchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qiluvchidir. O'z vaqtida Ibrohim aytdi: Parvardigorim bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Parvardigorim, haqiqatan ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni bolam Ismoil bilan ayolim Hajarani namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Parvardigorimiz, sen bizning yoshurun va oshkor qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zamindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Jimi hamdu sana yashanganimda menga Ismoil bilan Isoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir, ya'ni duo qilg'uchining duosini ijobat qilg'uchidir. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qilg'uchi qilgin. Parvardigorimiz, duoyimni qabul qilgin. Parvardigorimiz, hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mo'minlarga mag'firat qilgin. Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Alloh ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chakchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopadi. Ko'zlari ichilib qoladi. Tingir qilganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar, Parvardigorimiz, bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytirgin. Da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergashayli deydi. Ularga, sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik, ya'ni payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mo'minlarga mekr ishlatdi. Ularning mekri tog'ni o'rvatgudek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mekrini barbod qiladi. Allohni payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin.
Allah haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlardan intiqom olg'uchidir. U kunda zaminmu boshqa bir zaminga, osmonlarmu boshqa bir osmonlarga aylandi. Ular, ya'ni butun xaloyiq qabrlardan chiqib, yegona qudratli Allohning dargohida, ya'ni mahshargohda hozir bo'ladi. Ey Muhammad, u kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rsan. Ularning ko'ngliki qarmaydin bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Allah har kishining qilmishiga qarab shundoq jazo beradi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Kishilarning ogohlantirilishi, Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egalarining vas nasihat elishlari uchun bu Qur'on tabliğdir. Ya'ni kishilarga tabliğ qilish uchun nozil qilindi. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.